Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. Bugun biz yana Namangandagi Yashil dehqon bozoridamiz, ya'ni eski Baraxolka bozorida. Sizlar uchun har doimgidek mana shu joydan ishlagan, holati yaxshi, arzon maishiy texnikalarni ko'rsatib hozir ma'lumotlarni beramiz. Yo'qsa ko'rsatgan narsamiz narx ma'qul bo'lsa, telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Sotuvchi akalarimiz bog'lana olasizlar. Fayzullo do'stimiz bilan mana shu yerda xolodilniklari, morozinniklari qo'shimchasiga mana kiruvchi mashinalarning ham ma'lumotlarini beramiz. Diqqat bilan kuzatib turinglar. Mehnatimiz uchun bir donadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Aka, endi so'rashamiz. Assalomu alaykum. Yana bir marta. Salomatmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Kosonsoy tergachida keldingiz. Bozor oldida adresingiz. Yashan Juma bozori oldida ekan akamizning uylari. Akuzda ko'rdingizmi rostdan? Azamaka sizni ko'rib kelgan ekanlar. Buyurmay chiqsa, ko'ylagi yaxshi kunlar. Qanchaga baraka bo'ldi hozir? Mana ayting o'zingiz 2,5 million so'mga baraka bo'ldi. Mana shu xolodilnikimiz Kosonsoy tumani Tergach qishlog'iga bozor oldiga ketyapti ekan, xudo xolasa. Aka, xayrli bo'lsin. Asosiysi yaxshi kunlarga ishlating, salomat bo'ling. Xizmatlar bo'lsa kelib tura olasiz. Like bosib qo'yasiz, o'zingiz ko'rganda. Xo'p. Mana sizlar YouTube orqali keldinglarmi yo YouTube orqali qo'yildingmi? Mana men YouTube ko'rganim uchun anaqa misol qarab turib, siz uchun men 20 ming shunga ishlatyapman. Qaysinga baraka bo'lyapti? Ana shu devo xoladini. Ko'rsamsiz? Ana Gözleri ana degenin uchun. Ko'rsamsiz? Ana. Odamni qaranglar ko'pligini, soatimiz 9:30 bo'ldi hozir. Eslatib ketay, mana shu bozor faqat shanba kuni bo'ladi. Nima qilamiz? Vibr ko'p, xolodilniklar bundan buyog'iga narxi sal ko'tariladi. Sababi sovuq, issiq kunlar keldi. Xolodilnikka ko'pchilikni ish tushadi. Xo'p. YouTube orqali kelishib, sizni ko'rib, aha. bundan ish qilasiz? 27 qilib olasizmi? 26 qilib olasizmi? Mana shu odam ko'rib kelasizmi? Qaysinga baraka bo'ldi? Ko'rsataylik. Mana bitdim. Mana Qaysi birini? Qaysi bor? mana. 2,5 million so'mga, shumi? Koreyskiy Devo xolodilnik 2,5 million so'mga sotildi. Ichi juda keng ekan, ishlab turgan ekan. Do'stim, shunga baraka bo'lsin. Shuni bitdim mana ko'zimizdan ham. Akajon, qayerga olib ketasiz? Noringa. Yaxshi. YouTube orqali ko'rib keldik. Yashan aka, ma'qulmi axir? Bugun ertalab ko'rib keldi, ma'qul keldi. Mayli, ishlatinglar aka, xayrli bo'lsin. Muhimi yaxshi ishlasin, yaxshi kunlarga ishlatinglar. Fayzullo, boshladingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, charchamaysiz. Ishlab turibsizmi? Ertalab o'zi 5-6 ta sotib qo'ydingiz shekilli. Ha, sotdi o'kan, eski so'm. Nomerlar, aha. Telefon nomerlari. Boshida. 33lik, 200lik 4 ta yetti. Hop. 93lik, 216, 66, 66. Hop, yana bitta raqamimiz bor. 91lik, 355, 81, 41. Ega Chovsdagi, misol Chovsga ham tushaveradi. Bugundan tashqari, shanbadan tashqari. Shanba kuni begab chiqamiz, mana ko'rsang. Ha, qolgan kuni Chovsda do'konimiz bor. Endi ham xolodilniklar ham naval 100 litrcha xolodilnik bor. Bizdan tashqari yo'limizda shirilar ham xolodilnik bor. Bo'ladi. Boshladik. Qaysindan? Vitrinadan boshlaylikmi? Yo'li qanaqa? Kichikroqdan tushku, kichikroqdan boshlaylikmi? Aha. Hop, bu bor mana Royson xolodilnikimiz, mana holatlari, mana ko'rsang, sostanesi, ishlashlari, bo'shliqlari zakonli cho'tki ishlaydi. Puli qancha buni? Puli oka 2 million debdim, men 1 million 700 mingga qilib beraman. 1 million 600 ming ham qilib beramiz. Hisob bo'ladi. 1 million 600 ming so'm. Royson dastavka xizmatini aytaylik. Dastavka xizmati vodiy bo'ylab besplatni bekorga qilib beramiz. Mana vodiy bo'ylab. Har kunimi yoki bozor kundan tashqari? Har kuniga. Har kuniga. Bu mahal o'lsa o'sha kuni yetib bo'ladi. Hop. Undan kelgan. Ketdik. Hop, bag'dan endi. Hop. Magazinga qarab qo'ying, qarab turing. Indizit do'stlar. Indizit xolodilnik. Mana bu yoqqa o'tib olay. O'tiringan. Mana holatlari, xudo xolasa hammasi zo'r, ishlashlari va holati ham shu ideal. Ichini ko'rinish. Xudo xolasa asosani zo'r. Nech pul? Buni 2 million 300 ming tu, 1 million 900 ga qilib beramiz. 1 million 900 ming so'm. Xo'p bo'ladi, kengisi. Bu pastki magazinligi mana. Mana bu ham zo'r holat mana. Pastki qo'lqillarni ko'rsang mana, alohida mana. Xudo xolasa chiroyli holatda ekan. Holatlarda vash zo'r. Asosani hop. Asosini hozir. Hozir sheriga qarab qo'y. Hop, mana bu ishlashlari, bo'shliqlari zo'r.
2 milyon 300 ming so'm aka. 2 milyon 300 ming 2 so'm. millionga qilib beramiz. Xo'p, bo'ladi. Kengisi. Artel. Mana bundan ko'rsang sassanesini. Bundan holatlari, ishlashlari, boshqalari cho'tki ishlari. Yaxshi. Buni ham aka 2 milyon 300 ming 2 millionga qilib beramiz. 2 milyon so'm. Atlant. Atlant Belarusiya bu вообще yangi holatda sassanesi. Litri ham katta holati ham. Optikchilari mana holatlari juda zo'r holasi. Buni Buni aka 2,5 million 2 milyon 200 ga qilib beramiz. 2 milyon 200 mingga qilib beramiz, xudo xolasi. Xaladnilarni o'laymanmi birinchi yo? Ketdik. Xo'p. Mana yerda xaladnimiz qolib ketibdi. Xo'p, mana indizitimiz bor. Indizit navbatdagisi. Mana indizitimiz bor, mana holatlari zakonni 2 million 1 million 600 mingga qilib beramiz. 1 milyon 600 ming so'm, xudo xolasi. Bu bor mana. Yo, buni sotdim. Bu sotildi. Ha, Anjonga sotdim buni. Aha. Ha, 2 million 600 mingga sotdim. 2 milyon 600 ga sotilibdi. Ishlashlari, boshqalari zakonni. Bu yoqdagilar. Xo'p, Samsung mana. Bu yangiroq modeli bu, mana qanday chiqqan yangi model. Mana holatini ko'rsating mana. Bu chista koreyskiy Ozarbayjon, Qozog'istonda chiqmagan mana. Tushunarli. Ishlab turibdi mana. Ko'rsating mana. Holatlarni ham mana. Pastda 3 ta polkali mana. Mana qara. Mana xalat soladi qo'llar mana. Alohida. Hammasi alohida. Mana ishlatib qo'yganmiz. Atalar odamni insonlik qo'ysin. Zo'r. Deb mana. Ya holatlarni ishlashdi. Qancha ekan? Oka buni 5,5 million 4 million 600 mingga qilib beramiz. 4,5 millionga qilib beramiz. 4,5 million so'm. Artel. Artel mana 2025 yili. Mana holatlari zo'r bo'lgan. Yaxshi. Tagi marazinli. Ishlari, boshqalari, Ular mana ishlab turibdi, chiroqlar yonib. Mana cho'nchalari ham mana. Juda yaxshi. Buni oka 5 million 200 ming 4 million 200 mingga qilib beraman oka. 4 milyon 200 ming so'm. 4 million 200 ming oxirgi tutganmiz, 4 million 200 ga qilib beramiz. Qilib beradi bu mana. Mana 2020 oldi oka. Bir 15 kun yo 20 kun ishlatilgan. Birov bo'lganda mana chiqqan ekan, mana yilgacha mana qilib qo'ygan. Holatlari hamma narsa zo'r mana ishlatib qo'yganmiz. Buni oka 4 million 800 ming 4 millionga qilib beramiz. 4 milyon so'm. Xo'p, bu mana katta xaladnigimiz bor, mana LG. Mana holatini ko'rsating. Bu koreyskiy mana. Bu tomoni magazinli, bir tomoni xaladniy mana. Tushunarli. Mana polkalari ham juda ko'p mana. Alohida mana o'qishaydi mana. Mana sassanasini ham ko'rsating mana. Bu yoq marazinli. Ishlashlari, boshqalari hamma narsa zo'r. LG bular. Bir paytlarda mana shu 1600 $, shunaqa $700 shunaqa atrofida bo'lganda. Mana shu xaladni 6,5 million to'ka 5 millionga qilib beramiz. 5 milyon so'mga qilib berilar ekan. Hop, mana kando bor mana. Mana holatini ko'rsam, mana oldi. Mana воздушница bu mana. Ishlashlari, boshqalari zo'r. Mana. Holatlari mana. Ishlashlari, boshqalari juda zo'r mana shuni ham. No frost mana yozib qo'ygan uka. Aha. Uka buni 4 million 600 ming to'ka 4 million 3 million 800 ga qilib beramiz. Zo'r. 3 million 800. So'rab kelishsa. Yaxshi. Kengisi. Samsung mana. Mana. Yo'q, so'klar ham so'klar. Mana kompozitlarnikina. Bu 32 model Samsung, holati zo'r. Ishlashlari, mana pirojni qo'yilgan hollarda, mana cho'nchalari, hamma narsa xudo xolasa juda chiroyli. Mana ishlashidan qarang mana. Tosh qilib tashlabdi mana. Ertalab qo'yilgan. Tosh qilib tashlabdi. Gap yo'q. Ishlashlari zo'r. Buni oka 5 million 4 million 200 mingga qilib beramiz. 4 milyon 200 ming so'm. Pozis bor mana. Pozis. Rossiyadan chiqqan mana. Holat zo'r mana. Mana. Ishlatib qo'ygan mana suvlar bilan turibdi. Holatlari, ishlashlari hamma narsa zo'r mana. Cho'tki ishlashlar. Nech pul aka? Buni oka 3 million 300 ming 2 million 700 mingga qilib beramiz buni. 2 milyon 700 ming so'm do'stlar. Xo'p, kengisi. Mana Artel bor, O'zbekistonniki mana. Shunisi ham ishlab mana turibdi. zo'r. Juda chiroyli ishlashlari, boshqa cho'tki ishlar. Pastma magazinli, 3 ta polkali. Yaxshi. Ishlatib qo'yganmiz, oka mana. Qiroblar o'tibdi. Zo'r. Qancha? Buni oka 3 million 200 ming 2 million 700 ga qilib beramiz. Xo'p bo'ladi. Buni sotganimiz. Mana hozirgi Noringa. Ha. Noringa sotildi bunimiz, ko'rsatdik. Hurmatli obunachilar. Mana Samsungimiz bor. Samsung. Ha. Holatlari zo'r, ishlashlari, boshqa ishlar. Buni oka 3 million 2 million 600 mingga qilib beraman. 2 milyon 600 ming so'm. Juda yaxshi. Ham Samsung bor mana. Mana.
Po'latlari. Mana ishlatib ko'rganmiz bilan воздушный mana. Yaxshi. Ishlashlari, boshqalari hamma narsa zo'r. Cho'tki ishlar. Buni aka 2600 ming to 2 millionga qilaman aka. 2 million so'm. Hop, mana Indizit. Mana 3 million to mana 2 million 200 mingga qilaveramiz. 2 million 200 ming so'mga qilib beramiz. Katta holatni mana Juda yaxshi. mana. Indizit. Hop. Bu katta Nelarga bu. indizit? Mana standart mana. 3,5 million to aka mana. Hop. 2 million 700 mingga qilaveramiz. 2 million 700 ming so'm. Yaxshi. Hop, Endi vitrinalar uralikmi? Ha, vitrina magazinlar bu. Hop. Keting vitrina. Fayzullo. Hop. Bu yoqdan ketaylik Hop, vitrina. shivakiyimiz bor mana. Aha. Mana shivakiyimiz 2025 yili. Hop. Holatlari zo'r. Sostavni cho'tki ekan haqiqatan. 4,5 millionga qilib beramiz. 4,5 million so'm. Ha, endi mana bitta mana bu bor agar. Mana buni ko'rsangiz, haqiqiy mazanasi. To'kka suqilmagan hali. Mana juda katta narsa bu. Pachkami hozir? Ochga bu ana korobkasini ham ko'rsin. Aha. Mana hali to'kka suqilmagan. Ha. Bittasi kreditka olib chiqdi. Aha. 16 million 350 ming. Ana yozib ham qo'ygan, hech bir o'rgani hammasini yozib qo'ygan. Tushunarli. Mana. Xullas yangi narsa. Yangi narsa. Juda katta ekan, ichi ham keng ekan. Invektor kompressor mana. Bashi zo'r. Ishlashlari zo'r. Oka buni Tablo. magazinda oka 9 million 300 ming qo'yib qo'ygan oka. Hop. Manda mana shu xaladni oka 6,5 millionga qilib beraman. 6,5 million Dastlabki ham so'mga qilib o'zini berasiz. ichida, ha. Zo'r. Mana qarang. Juda Ko'ringlar, katta narsa. sonistringlar yangi narsa ekan. Maza qilib ishlatishadi. Ichi juda Juda keng katta ekan. narsa. Hop, bu yoqdagisi endi. Bu magazinimiz bor mana. Aha. Litr katta buni ham. Hop. Holatlari zo'r mana. Buni 5 million to 4,5 millionga qilib beraman aka. 4,5 million so'mga. Litr bu tablolik yangi ips kelsa mana tablolik mana. Aha. Mana holatlarni ham ko'rsin. Yaxshi. Ha. Endi mana bitta vitrinamiz bor. Mana. Oka. Artelimiz bor. Artel. Mana. Setkasi ham 5 ta 4 ta shunaqa setkasi mana holatlari zo'r. Buni oka 4,5 million, 4 millionga qilib beraman. 4 million so'm qilib beramiz. Mana kirma ishlarimiz bor. Mana uni ham bitta ko'rsataylik, yo sotuvdi. Sotildimi? Yo'q, buni ha bo'ldi. Royson. 1 million 200 ming tu 1 millionga qilib beraman. 1 million so'mga mini xaladinini qilib berar ekanmiz. Xo'p, mana Olyapti LG kirmoshmalar. avtomatimiz bor. Hop. Ha, bular 6 kiloli. Aha. Ha, bu ham hammasi 6 kiloli. Bularni qisqasi oka 200 dollardan qilib beraman. 200 dollardan qilib berilar ekan, LG ekan do'stlar, 6 kilogrammlik. Kirmoshlarning eng zo'ri LG bo'ladi. LGdan boshqasi bilmadim endi. Har kimga har xil, lekin LG zo'r. LG zo'r, misol, ha. Zo'r. Biz shuning ichidamiz-ku. Do'g'olar zo'r bular. Keyin bundan tashqari 8 kiloli, 10 kiloli, misol necha kilolik kerak bo'lsa, ishxonamizda aytdim. Chorsida. Chorsida do'konimiz. Telefonlashib kelishaveradi. Telefonlashib kelishadi, lokasizni tashlaymiz. Yaxshi. Fayzullo, xayrlashib qo'yamizmi yo? Yo'q, mana adam bor, mana magazinga Ketdi, ko'rsatadi. ketdi. Asosiy o'zi mana sezon kelib qoldi-ku, so'ng sezon. Xo'p. Qarang. Bu bor. Mana. Mana ishlashlari boshqalari zakonni mana aka cho'tki ishlar. Mana shuni aka 3 million to 2,5 millionga qilib beramiz aka. 2,5 million 2 so'mga million qilib 400 beriladi. ming ham qilib beramiz Hop, aka. 2 million 400 ming yana. Hop, mana qapqa Artel. Artel mana 2 Yaxshi. million to 1 million 700 mingga qilib 1 beramiz. million 700. Hop, bu bor mana. Mana. 4 ta o'yna, 4 ta setkali. Ishlashlari boshqalari zakonni, morojniy ishlatgan, holat zo'r. 3 million 800 ming to 3 million 300 mingga qilib beramiz. 3 million 300 ming Hop, so'm. bu bor mana premier. Aha. Mana holatini ko'rsin, ash ideal. Mana 2025 yili. Bitta ochingda ichini ham Mana ko'radi. ichini ko'rsingiz. Mana svetlar o'chonadi mana. Ishlashlari boshqalar zo'r. Hop, Buni qancha 4 million to 3 million 300 mingga qilib beramiz. 3 million 300 ming so'm. Hop, bu bor mana keyin. Mana. Setkasi bor, qo'yib beraman. Ikkita setkasi bor, ana qo'yib qo'yganmiz. Hop. Mana holatlari ham, ishlashlari ham hamma narsa zo'r. Buni oka 2 million 800 mingga qilib beramiz. 2 million 800 ming. 300 ming ham bor. Tushunarli. Hop, mana ular bor. Endi mana katta. Opalar 1 minut. Mana kattalar bor. Aha. Ishlashlari boshqalar hamma narsa zo'r mana. Mana ko'rsating, buni ishlashlari boshqalar cho'tki ishlar. Oka buni Yangi holat ko'ringi. 3 million 300 mingga qilib beraman oka. 3 million 300 ming so'm. Litri oka 430 litr buniki. Qancha? 430. Yaxshi. Hop, mana bor. 430 litr. Yangi. Hop, mana uyimiz bor. Yan bir xil. Ozgina kichik bu mana. Ishlashlari zo'r. Bu okasi bu.
Buni 2,5 millionga qilaman. 2,5 million so'm. 2,5 millionga qilaman. Zo'r. Demak, magazininglar, hurmatli obunachilar, serob kela olasizlar. Xo'p, bundan tashqari aka, Chorsu do'konimiz bor. Xo'p. Yana bir marta aytib qo'yay. Bizdan tashqari do'konlar ham bor. Endi xuddi jam ishingiz bitadi. Endi ham normal, xaladniy deysizmi, kirmochniy deysizmi, vitrina deysizmi, har xildan bor. Yaxshi, demak, hurmatli obunachilar, shanba kundan tashqari Chorsuga o'tib bora olasizlar. Ekrandagi nomerlarga bog'lanib. Mana okomlar bilan do'konimiz Chorsuda bitta do'kon yo'qmi? Kelaverasizlar Chorsuga. Chorsuga kelaverasiz. Fazlullo, rahmat. Shuncha harakat qildingiz, okomlarga bitta like bosib qo'ying. Joningiz sog' bo'lsin, charchamanglar, savdoinglar bersin. Sog' bo'ling aka.